ozmoqchi bo'lgan ayollarimiz diqqatiga, mashg'ulotlarga, fitneslarga chiqib, ozib, lekin sellyulitlaringiz hali ham ketmagan bo'lsa, demak sizlarga antisellyulitning emas, yordam beradi. Hozir sizlarga bitta muolajani o'zida o'tkazgan proseduramizdan keyin qilingan natijani ko'rsatib o'taman. Keting. 76 92. Mana после massaj 72 80 91. Hurmatli kuzatuvchilar, o'zingizlar bilasizlar, 99% o'zbek ayollari bizdan video olishimizga qarshilik qilishadi. Va o'ylab qarasak, bu to'g'ri narsa, lekin hozirgi ko'rsatib o'tgan natija haqiqatdan shunaqa natija olingan. Ishonmasanglar kelib ko'ringlar, agar hech qanaqa resultat bo'lmasa, pulinglarni qaytarib beramiz. Faqatgina distributiv massaj olishdan tashqari biz aytgan narsalarni, ya'ni tartibga, ovqatlanish tartiblariga va biz aytadigan narsalarni ichib yurishingizga to'g'ri keladi. Natija zo'r bo'ladi o'shanda.